Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan Didahi kitobining 10-bobini ko'rib chiqamiz. Bu bobning sarlavhasi inoyatning ta'siri haqida deb aytiladi yoki kechadan keyin aytiladigan duo. Shularni bajarib bo'lgach yoki kechada yeb ichganingizdan keyin quyidagicha minnatdorchilik ayting. Muqaddas Otamiz, yuragimizga chaylagi kabi joylashtirgan muqaddas isming uchun sendan minnatdormiz. O'z o'g'ling Yeshua orqali bizga ochib bergan xabar, iymon va abadiy hayoting uchun minnatdormiz. Senga to abad shon-sharaflar bo'lsin. Egamiz, qodir zot sensan. Barcha narsalarni sen o'z isming uchun yaratgansan. Sendan minnatdor bo'lishsin deb odamlarga rohatlanishlari uchun ovqat va ichimlikni berding. Bizga esa o'z o'g'ling orqali ruhiy ovqat va ichimlikni hamda abadiy hayotni hadya qilding. Eng muhimi, sen hamma narsaga qodir zot bo'lganing uchun sendan minnatdormiz. Senga to abad shon-sharaflar bo'lsin. Rabbimiz, jamoatingni eslagin. Uni har qanday yovuzlikdan xalos qilgin va o'z muhammadligida uni mukammal qilgin. 4 shimoldan yoki dunyoning 4 tomonidan ularni yig'ib kelgin. Uning, ya'ni jamoatning uchun tayyorlab qo'ygan shohligingga u sazovor bo'lishi uchun uni muqaddaslagin. Chunki kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Inoyating kelsin, bu dunyo o'tib ketsin. Davudning xudosiga asanna bo'lsin yoki tasanno bo'lsin. Kimki muqaddas bo'lsa yaqinlashsin, kimki muqaddas bo'lmasa tavba qilsin. Maranafa, ya'ni Rabbimiz kelsin. Amin. Payg'ambarlarga esa Evxaristiyani o'z xohishi bo'yicha ado etishlariga yo'l qo'yib bering. Shu yerda videoni tugatamiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni eslatib qo'ymoqchi edim sizga. Savollaringiz, izohingiz bo'lsa yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang hamda bemalol boshqalar bilan shu videolarni bo'lishsangiz, boshqalarga tarqatsangiz bo'ladi. Xayr, hammangizga Xudoning inoyati yor bo'lsin.